Kichkina gantellar bilan ham zo'r qo'lga nagruska berib muskullarini chiqarsak bo'ladi. Xo'p, bu ishlatayotgan narsamiz ham noodatiyyroq. Xudo xohlasa foydasi tegsa, men 100% ishonchim komil foydasi tegadi. Ishlab ko'rasizlar. Xo'p, ketdik. 10 ta mana bunday usulda ko'taramiz. 10 ta ketdik, ko'tardik. 10 tadan keyin mana bunday qarang, qo'lingiz mana bunday holatda turadi, ketdi, burasiz mana. Mushtingiz tepaga, pastga qaraydi. 10 ta bo'lishi kerak. 10 tadan keyin ketdik, bunaqasiga ko'tarasiz. Mana burilib kelaveradi. Ikkalasini birdan ko'taryapman, e'tibor qarating. Ko'tarilgandan keyin 10 ta bo'lgandan keyin mana bunday holatga olib kelasiz. Mana qo'lni burasiz, mana. Burasiz mana. Oxir mana bunday bo'lishi kerak. Keyin yana ketdik, 5 ta ko'taramiz. 1 2 3 4 5 uyushtirish qotdik. 10-15 sekund. Qo'lda endi shunday ishlab bir 3-4 pat qotishlasangiz shunaqa yondiradi qo'lingizni. Vachche zo'r foyda beradi. Ishlab ko'ringlar do'stlar.